Ya qizim, men mi o'zimning holidan xabar ola olayman. Xotirjam bo'l. Qanday qilamiz Zulay? Sadir akam qo'shilami? Qo'lingni tart, bu odam bo'lmaydigan. Tuzini yeb tuzliqqa tarat qilgan noahli. Dada. İkinci kısım. Bara-bara Zulay hammasiga yoqta vergandan keyin zo'rlaydi, hayva qiladi. Meni zo'rlamang dada. O'zimning o'ylig'ini ba. Men to'y qilib ketsam, siz yolg'iz qolasiz. Buningga men qanday chidayman? Shunlashqa to'y qilishga oldirmasam bo'ladi. Ya qizim, men mi o'zimning holidan xabar ola olayman. Xotirjam bo'l. Sadir aka Zulayning bu so'zidan ta'sirlanib, ko'zlari namlashdi. Yana turibla bir ishni sezgandek bo'lib, demi ichiga tushib ketdi. Chunki u Tayir bilan Zulayning bir-birini yaxshi ko'rdiganligini faraz qilib bo'lgan edi. Uning butun badanini titrak besib ketdi. Bir kuni Sadir aka atdigandala o'rnidan turib bugun nahiyaga tijorat uchun kirdiganligini, kechira qaytib chiqadiganligini deb qo'yib chiqib ketdi. Amaliyotda uning nahiyaga kiraman degani yolg'on bo'lib, qo'shni mahalladagi bir do'stining uyiga yurib ketdi. Uning nima o'ylaydiganini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Sadir aka do'stining uyida tush bo'lguncha bir narsalarni deb ahvollashib, paranglashib o'ltirib qaytib chiqdi va udul uyga qarab mangdi. U uyga kelgan vaqtda uyda Zulay yo'q bo'lib chiqdi. Hamma uylarga kirib chiqdi. Yanılı yo'q. Sadir aka Tayirning uyiga berib beqish uchun keyniga o'rilishiga bog' ichidan shabi anglandi. Sadir aka chaqqonlik bilan o'zini chatga elib, qo'y qo'tonning keyniga yushirindi. Degandek bog'ning eshigi ochilib, Tayir bilan Zulay bir bog'lam o't cho'pni ko'targuncha kirib keldi. Ular o'ttir qo'y qo'tonning oldiga kelib, qo'ldagi o't cho'plarni o'qirga tashladi. Shu arliqda Tayir eg'iz ochdi. Qanday qilamiz Zulay? Sadir akam qo'shilami? U nima der? Uni qanday tushundirsak bo'lar? Men uqmadim. Balkim dadam bilib bo'lgandek qiladi. Seninki bu chiqsin qopqini turib demi ichiga tushib ketadigan bo'lib qoldi. Garchi mening ota-onam bo'lmasa-mu, mahalladik jonlardan bir nechini elchilik kirgizib boqay. Balkim qo'shilib qolishi mumkin. Qo'lingni tart, bu odam bo'lmaydigan. Tuzini yeb tuzliqqa tarat qilgan noahli. Tuyuqsiz chiqqan ovozdan cho'chib ketgan Zulay bilan Tayir keyniga o'rilib qarab, ochiqdan yuz ko'zlari qizirib, chiroydan muz yaqtirib turgan Sadir kamni ko'rdi. Tayir Zulayning qo'lini tutib turgan qo'lni darhol qo'yibdi va yerga qarab turib oldi. Sen o'zingcha Zulayga men mos kelman deb o'ylab qoldingmi? Qarab baqa turqinga. Sening mushi chiroyingdan boshqa nemang bor? Ya bir hunaring yo'q, yoki tuzuk uying yo'q. Qanday qilib baxtli qilmoqchisan? Necha vaqtdan yetimkan deb beshingni silab keldim. Endi sening mening yaxshiligimga javob qaytarganing mushumi? U Tayirga qarab shundoq deb qo'lini shiltidi. Tayir beshini solguncha o'ndan chiqarmasdan qaytib chiqdi. Sizdan o'tinay jinim dada. Men uni yaxshi ko'raman. Uni ham shundoq yo'q bo'lsa tangtirsak, hammani qilg'ini bo'ladi emasmi? O'zingizni uni o'z bolangizdan ko'ratdingiz, jinim dada. Og'zingni yum. Qara baqa uning uyiga. Xuddi it katkining o'zi. Uning uydan bizning uydagi itning katki yaxshiroq. Yo'qol. Ikkinchi uyga yaxshi bo'lma. Endi sen bo'lma.
Sadir aka çınqılıp so'zlayotdi. Buningga Zulay chidab turolmadi. Zulay bo'lsa yig'lab ah urg'inchi qilib qoldi. Toir xo'rliq va alam o'rtinish ichida uyga qaytib chiqdi. Kun chiqishga qaratib so'qma bilan silingan bu ikki yig'izliq uy uning ko'ziga rastilla itning kapisdek ko'rinishga boshladi. Sadir akaning gaplari quloq tubida yangraydi. Yo'qol, ikkinchi uyga dasturchi bo'lma. Endi seni ko'rib qolmay. Zulayning yig'lashlari, yolvurishlari ko'z oldidan ketmaydi. Shundaq mehribon kuyimjon oq ko'ngil bir insonning qandoqlarcha bundaq tosh yurak bo'lib ketganiga ahli hayron edi. Toir 2 kungacha uydan sirtqa chiqmadi. 3-chi kuni atdiganda Toirning eshigi ochildi. U safar sumkasi ilib olgan bo'lib, o'ylig'i chiqib to'rt atrofga nazar soldi. Hashim buvayni o'ylab yosh to'kdi. Amdi uning bu yerda tartishqidek hech nimasi qolmagan edi. Toir darvozni qulflab cho'ng yo'lga chiqib, nohiya tarafga qarab ketdi. Zulayning uyining oldiga kelganda birdam to'xtab turib qoldi-yu, yana yo'lni davom etdi. Lekin uning yana bir ko'z kaynida qilib qoldi. U o'ziga asta-asta pichirladi. Xo'sh, Zulay aman bo'lgan. Taqdir yana ko'rishga nasib qilar. O'ylab baqsam, men haqiqatan yarmas ekanman. Dadam to'g'ri debdi-kan. Mushkam kelguncha bir hunar yoki biror ishning pishini tutib baqmabdiman. Kunlarim faqatla qurilishda kunlik ishlab o'tibdi. Amdilikli bo'lsinmi, kechikmayman. Men jamiyatdan bir kishilik yo'limni tepib, kelgusim uchun yo'l yetishim kerak. Xo'sh, Zulay, aman bo'lgan. Men dadamga rahmat aytaman. Chunki u shundoq ko'nglimni og'ritib gap qilmagan bo'lsa, o'zimni tanib yetolmayotganman. Toir cho'ng yo'lga chiqib, mashina to'sib nahiyaga kirib ketdi va qurilish o'rnida necha kun ishlab, ozroq pul jo'g'lagandan keyin Urumchiga qarab yo'lga chiqdi. Uchqandek ketayotgan poyezdda sirtqa qarab o'ltirgan Toir barbara kaynida qilayotgan ona yurtidan ayrilishga ko'zi qiymagan holda munglinib o'ltiratdi. U o'ylaydi. Azaldan berib baxmagan oshu shaharda nima ish qilishni, qandoq kasb o'rganishni va qandoq tirikchilik qilishni bilmaydi. Qisqasi, tavakkul qilgan edi. U yana Zulayni o'ylab qoldi. U nima ish qilayotgandi? Ajaba, mang'ilgan vaqtimda xo'shmi deyalmadim. Toyirning o'pkisi o'rilib, ko'ziga g'illida yosh keldi-yu, tezla o'zini o'ngishib oldi. Bir kecha mangan poyezd ertasi saharda Urumchi vokzaliga yetib keldi. Toyir poyezddan tushib vokzalning sirtiga chiqdi. Sirtdagi egiz binolar va qaynoq manzara uni o'ziga jalb qilib oldi. U nega berib, nada turishni uqmaydi. To'xta. Avval qursoq to'qlay. Shu jarayonda tong-tonglab, ahvol egallab shuning qarta birish qilay. U vokzalning sirtiga echilgan bir oshxonaga kirib, tomoq buyurtqach atrofga nazar soldi. Oshxonada odam jiq bo'lib, oshpazlar oldirash ishlayotdi. Shu asnoda u o'ltirgan jo'zga uning bilan tang demaklik ikki bola kelib o'rinlashdi va tomoq buyurtib bo'lib, o'zaro parangga tushib ketdi. Toir ixtiyorsiz ularning parangga quloq soldi. Ularning talabbozidan Toir bilan bir yurtiq ekanligi chiqib turadi. Yo'maloq kelgan qaramtul bola yinidagi o'ruq oq yuzlik balaga qarab: Ahmad dadash, tunugun qancha pul kirim qilding? Nimasin deysan? Tunugun 700 so'm qopti. Seningcha? Tunugun menga naq 1200 so'm qoldi. Vah, yaxshi-g'o. Bugun mehmon qilasa?
Chataq yo'qada sen mehmon qilmagan pulni nima qilaman? Ular ikkisi tamoqni yeb bo'lib, pulni to'lab sirtqa chiqishiga Toyir ularning keynidan yetishib keldi. Yaxshimsizlar og'inlar? Tuyuqsiz notunish birsining qilgan salimidan u ikkaylan bir-biriga qarab turib qoldi. Kechiringlar, men sizlarni malol qilib qo'ydim. Sizlardan bir ishni so'ramoqchi edim. Ismim Toyir, o'zim Aqsudan. Ha, mening ismim Ahmad. Yurtimiz bir ekan. Mening ismim Eli, men Maqsudan. Rahmat sizlarga. Yaxshi tanishib qoldik. Gapni ochiq qilsam, men bu yerga tunji qitim chiqishim. Hozir nima ish qilishimni, nega birishimni uqmayman. Bayatim bir gapona quloq solsam, ish o'qitgan xil yaxshi o'xshaydi. Bo'z ma'lum qilgudek bir ish tip bergan bo'lsanglar, keyin yaxshiliklarni qaytargan bo'lardim. Chataq yo'q, bu poyezd stansiyasi degan yetimchining makoni. Av to'plashib turgan odamlarni ko'rdingmi? Yana 1-2 soatdan keyin ularning hech qaysi qolmaydi. Chunki bu ishlamchilar bozori. Yataqdimi xotirjam bo'l. Odatda bu yerda ubjatoq bor. Bir karavotni bir kunlikka 5 so'm. Kunduz ishlaysan, oqshom yetsang bo'ldi. Toyir degandek oshxonadan 200-300 metr yiroqlikda to'plashib turgan 40-50 dek odam to'pini ko'rdi. Shunda qilib, bular paranglashish jarayonida xeyli chiqishib qoldi. U ikkaylangan bu yerga chiqili uzun bo'lg'ishqa ishning alim-talimini pishiq bilatdi. Ishi bor odamlar izlab kelsa, ular deyishib, boshqalarga ko'tirib berib ishiltib foyda oladi. Toyirmi ularning keynidan yurib, ular ko'tira olgan ishlarda ishlab kun o'tkazdi. U qandaq ishqa buyursa qiladi. Hargiz bo'shanglik qilmaydi. Uning bu mijozni hammaylan yoqtirib qilishdi va bara-bara ko'tira olgan ishlariga uni sherik qilib, foydani tang bo'lib beradigan bo'ldi. İkinci qism tugidi.